如果遇到难题，我们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会荡起帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。Mal yetkizgichi maxluqning kechikishi. Ha, Go'o. Sen birdan 5 kishi bo'lgansanni keyindan oldinga sanay olamsan. Bu oson gap-ku, Markes. To'xtab tur, Nim bo'g'itdi? 5 oldisan nim bo'g'itdi, ha? 4. Uni oldisan 3. Oo, qandaq sanayotganingni faqat bilanmadim-ku. Tuzukroq sanag'ana. Bo'ladi, hamsa boshladim. 5. 5ning oldisan 3. 3ning oldisan 4. 4ning oldisan 2. Bayağı hata sanadın Go'o. Hamsa to'g'risi sanay. 5, 4, 3, 2. Chiqiriq ekran hamisha Go'oni qo'rqitib yutadi. Chiqiriq ekran? Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematikada ishlar paydo bo'ldi. Bu o'yinchiq masani maxluq ekan. U har kuni o'yinchiq o'ynashni yaxshi ko'radi. To'g'ri dedinglar, ha shunda g'alati maxluq matematik atadilar. Sizga qanday yordam kerak? O'yinchiq masani maxluq. Aslida bugun men yangi bir o'yinchiq topshirib olatdim. U bo'lsa-mu o'yinchiq mashina maxluqi. Biroq mol yetkazadigan maxluq hozirgacha molni akilib bermadi. U bu vaqtga akilib bo'lsa bo'ladi. Chata xo'pdi. Sizlar mol yetkazadigan maxluqni tepib bersanglar bo'lamdi. Shundaq bo'lsa men o'yinchiq mashina maxluqimni topshirib olgan bo'lardim. Biz chuqur yordam qilamiz. G'alati maxluq matematika atadikilar asli yo'lga chiqadi. Bek yaxshi bo'ldi. Amsa tezroq kelinglar. Biz mol yetkazadigan g'alati maxluq topaylik. Shunday qilsak o'yinchiq mastan maxluqqa yangi o'yinchiqni tezroq topshirib olaydi. Biz chuqur hal qila olamiz. G'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Hey, sizning g'alati maxluq matematika atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilsa halamsiz bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rganishimizga yordam beradi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartma so'zi bo'lsa, ta'tir sanab kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Ta'tir sanaq. Hozir emas-ku. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingda anlatmasam bo'ladi. Ma'qul, unutib qopdimi? G'alati maxluq matematika atritidagilar, biz o'yinchiq maslani maxluqqa mol yetkazuvchi maxluqni tepib beraylik. Shunda qilsak, uning o'yinchiq mashina maxluqini tepib beralaymiz. Maxluq matematika atadikilar, sizlarning kelganinglarni ko'rib intayin xushal bo'ldim. Mol yetkazadigan maxluq aslida bu bekatdan, ya'ni birinchi bekatdan boshlab mol yetkazadi. Men uni ko'rmadim-ku. O'yinchiq mashina maxluqimni ko'rmadim. U qayerga ketgandi? Hey, qaranglar, usulchi maxluq kelyapti. O barliq usul harakatlarini biladi. Belki bu mol yetkazgan maxluqni qayerdan topilib bo'lganligini bilish mumkin. Uning amali bek ko'p. G'alati maxluqlar, sizlar qanday usul o'ynamoqchi? Men sizlarga o'rgatib qo'yaman. Muzikaga ergishib to'lg'ininglar. Sakrab taqlab eng oxirgi bekat, ya'ni 5-bekatga beringlar. Mol yetkazadigan g'alati maxluq bugun aks yo'nalish bo'yicha mol yetkazadi. U eng oxirgi bekatdan boshlab aks yo'nalishni menib mol yetkazmoqchi. Sizlar tezroq 5-mashina bekatiga beringlar. Tezroq menglar. Sakrab taqlab menib unga tezroq yetishib olinglar. Rahmat sizga usulchi maxluq. Anladinglarmi do'stlar? Biz sakrab taqlagan holda 5-bekatga berishimiz kerak ekan. Mol yetkazadigan g'alati maxluq bugun eng oxirgi bekatdan boshlab mol yetkazdi ekan. Biz hozir birinchi mashina bekatida. Keling do'stlar, biz birlikda sakrab taqlab mangash yo'l bo'yidagi bekatlarni sanab boqaylik. Ikkinchi numaraga bekat. Üçüncü numaraga bekat.
4. numaralıq biket. 5. numaralıq biket. Ha, mal yetkizadigan maxluq bilan mening o'yinchiq mashina maxluqim qayerdadir? Men tez yollanımının posalgılarını kördüm. Ana o yer ekan. Demek bu biye kepti. Biroq men o'yinchiq mashina maxluqimni ko'rmadim. Usulchi maxluq bizga eng oxirgi bekatdan boshlab mal yetkizganligini degan. Aning aksi yo'linish bo'yicha mal yetkizadi degandi. Ya'ni biz mu kaynimiz kiyinib uningga yetishib olaylik. Biroq biz 5. bekatdan qanday aksi yo'linish bo'yicha mangamiz? Sizlar raqamdagi maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati vaqt matematika maxfiy eskartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Ta'tur sana. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 sanayman. 1 2 3 Ta'tur sana. Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematik o'qimlar ko'rsatkish keldi. Bir kichik g'alati maxluq palampaga chiqmoqchi. U to'pni egiz urdi. 1 2 3 4 5 u oxir chiqaladi. Abla, uning to'pi tushib ketdi. To'pni qanday qilib qaytarib kelalaydi? Amal tepildi. To'p hozir birinchi peshtaxtda. Ta'tur sanab palampaydan tushsa, to'pni topa oladi. Kichik maxluq hozir 5-peshtaxtda. Dal mushu yerdan boshlab ta'tur sanab bu sanab palampaydan tushish kerak. 5 4 3 2 1 To'pni oxir tepib oldi. Rahmat sana matematik ko'rish ekrani bizga 5 chon yardım bo'ldi. Biz hozir 5dan boshlab ta'tur sanoq sanashni bilib oldik. Shundoq. 5 4 3 2 1 Bak qisqanlikka. Men shundoq deyalaymanki, biz aksi yo'linish bo'yicha sanoq sanasak, biz cho'qim mashina bekitiga bora olamiz. Ya'ni mening g'alati maxluq mashina o'yinchiqimni topa olamiz. Ta'tur sanoq degan matematik bilim bo'lgandikin. Biz birlikda g'alati maxluq matematik o'qimini ishlataylik. Bo'ladi matematika atrofdagilar biz hozir 5-numarlik mashina bekitida. Mal yetkizgan maxluqning aksi yo'linishi bo'yicha mal yetkizganligini biz bildik. kelgan yo'limizda bo'ylab kaynimizga menib, aksi yo'linish bo'yicha qaytib kelsak bo'ladi ekan. Yo'l bo'yi aksi bekat yo'linishini sanasak bo'g'idek. Amisa unaga tezroq yetishib olaylik. Biz mangayli matematika atrofdagilar. Biz bilan birga aksi soni sananglar. 5 4 Qaranglar, bu yerda pochta yo'llamasi bor ekan. Demak, mal yetkizgan maxluq bu yerga kelibdi, biroq u ketib qolibdi. Uning ustiga u o'yinchiq mashina maxluqini bu yerga qo'yib qo'ymabdi. Biz davomli kayniga yonaylik do'stlar. O'yinchiq mashina maxluqim yo'q. 2 o'yinchiq mashina maxluqim yo'q. 1 Biz keldik. Kaynimizga yenib, birinchi bekatga keldik. Lekin bu yerda hech bir po'sliq yo'q-ku. O'yinchiq mashina maxluqimmi yo'q. Ha? Voy. O nima? U oxiri keldi. Mal Ekan. yaxshimisizlar? G'alati maxluq matematika atirdikilar. Men mal yetkazadigan maxluq. Sizlar bu yerda nima ish qilyapsizlar? Biz sizni izlayotgan. Tez yo'llar meni og'il kelgan. U bo'lsa mashina o'yinchiq maxluq. Mana bu yerda. Kaçınlar. Men kechikib qoldim. Ba'zi vaqtlarda men gangirab qolaman. Lekin men bugun to'g'ri yetib kelganda qolaman-chi bu. Meni siz xatolashmadingiz. Mening mashina o'yinchiq maxluqim. Men uni bak yoqtirdim. Rahmat sizga. Bo'ldi, kayninglarga, ko'pchilik kayninglarga turinglar. Men hozirlik uchiman, hozirlar. Bir ish bo'ldimi mal yetkazgan g'alati maxluq? Bugun siz ozroq o'zingizga o'xshamaydigan bo'lib qolibsiz-ku, To'g'ri. Men uchish vaqtimning ta'tur sanashni unutib qoldim. Vaqtni ta'tur sanash degan nima? Men 5dan boshlab ta'tur sanab toki 1gacha sanaydim. Biroq men birini sanagan vaqtda 3ni boshlaydim. Sanoqni ta'tur sanayamsam uchamayman. Biroq qanday ta'tur sanarni sanaydiganligini unutib qoldim. O'ylab baqsam, menmi unutib qolibman. Qanday ta'tur sanaydi? Qaranglar, matematik ko'rish ekrani kelibdi. U bizga 5dan boshlab ta'tur sanashni o'rgatib qo'yadi. Oldi bilan tartib bo'yicha sanash. Biz birlikda sanaylik. 1 2 3 4 5 Endi aksi sanaylik. Başlanglar. 5 4 3 2 1 Rahmat
Şekrani, biz qandaq sanashni o'rganib oldik. Biz sanlarning Biz maliyet tuzga g'alati vaqtga 5 dan boshlab ta'tir sanoqni sanashga yordam beraylik. Bu shunday qilsak, u ucha oladi. Ta'tir sanoq sanashga tayyorlaninglarmi? Pek yaxshi bo'ldi. 5 dan boshlab ta'tir sanoq boshlansin. 5, 4, 3, 2, 1. Oo, adal muşundaq tətir sanaq sanaydım. Əmdi isimga alalıdım. Kaynaqlaq durunglar. 5, 4, 3, 2, 1. Ne mangdım, nurgulğan postluqlarını yollamasam bo'lmaydi. Qoyaqı meniş isimde bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Rahmatsizlarga xayri xo'sh. G'alati maqsad matematika atirdikilar. Xayri xo'sh, maliyet tuzga g'alati maqsad. Maliyetizga g'alati maqsad. Chiq mashinamni o'ynab beqishni xohlamsiz? Xohlamsiz? Albatta xohlayman. Albatta. Shundoq deyishingizni kutib turgan. Vah. Menimcha Go'u o'yinchiq mashinani o'ynamay, mashina Go'uni o'ynag'il turibdi. Yaxshi qildinglar, g'alati maqsad matematika atirdikilar. Biz o'yinchiq mashinani maxluqqa maliyet tuzga maxluqni deb berdik. Hamda uni o'yinchiq mashina maxluqni deb berdik. Biz ta'tir sanoq munosabatli bilimni o'rgandik, shunga g'alaba qildik. Shunga albatta biz g'alati maxluqlarning usuli orqali olqish yog'irtayli. Hammasi 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz matematika bilimlarini g'alabaga keltirdik. Oy!